Salamatçılar, ben bu salonun o'qituvchisi Şemşitova Şerifman. Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsim bir xil xamirdan ikki xil balish tayyorlash. Biri süzme balish, ya'ni süzme pirog, ikkinchisi bo'lsa malina yağaq balishi. Süzme pirogimiz cho'nglar va bolalarning yoqtirishiga erishgan to'y jo'zlarda, har qanday o'ltirishlarda jo'zda kambos bo'lmaydigan bir xil pirog. Süzme pirogimizga o'xshashlar malina murabbasida qilingan yağaq malina bəlişimizmi nəhayət bazar tapqan xanımlarning yoqtirishiga erishgan bir xil quvvatli bo'lgan bəlişimiz. Undaqda bu bəlişimizning ishlanish jarayoni va kerakli materiallar bilan tanishib chiqaylik. Biz endi kerakli materiallar bilan tanishib chiqaylik. Un 360 gram, seriq may 150 gram, qatiq 50 gram. Tuxumdan bir bütün tuxum, bir tal tuxumning serig'i. 2 gram podafin. Ben bunu unning ichiga aralashtirib oldim. Endi biz ichiga ketadigan xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Süzme 300 gram, shakar 100 gram, iris 50 gram, bir dona tuxumning iqi, kraxmal 15 gram. Endi biz ishlash bosqichiga o'taylik. Aldı bilan unga seriq meyimizni, uy haroratida erigan seriq meyimizni silib, buni tekshi aralashtirib qumolatga ekilamiz. Mana shu holatga kelganda butunlay aralashib, bir-birisi bilan yaxshi aralashib, qumolatga kelgan vaqtida biz buningdan shu bir uchuma, shu qo'limizga kelgandekni elib, bir qachiga qo'yib qo'yamiz. Bir qachiga qo'yib, to'nglatgandan keyin muzdek saqlash yeriga qo'yib qo'yamiz. Endi biz buningga tuxumninki bütün tuxumdan birini, bir dona tuxumning serig'ini qo'yib, keyin qatiqimizni qo'ydik, qatiqni qo'yib, xamir yug'uramiz. Xamirimiz yug'urib bo'ldik. Xamirimiz qo'lga chaplashmaydigan yiqimliq bir xamir bo'ldi. Biz endi buni 30 minut tindiramiz. Xamirimiz 30 minut tindi. Endi men buni yepis qilib yoyman. Yepis qilib cho'nglatib, mana shu lesimniki cho'nglig'ida, lesning mashaga oshqidek qilib cho'nglatman. Cho'nglatib lesimga solman. Mana xamirni shunday tekshirib oldim. İçib tayyor qilgan xamirimizni endi biz lesga solamiz. Ham yerga tekshir aparamiz, shu bulun, shu qirlariga tekshir ekilamiz. Bunun çöğrüsüge işte qilsaqlam o'ziga dillam tushib ketadi, ayağının ortiqchilari. Kam qolgan yerlerini to'liqlab, ortiq yerlerini ayitamiz. Xamirni cho'nglatib, biz lesning ichiga olib bo'ldik. Endi biz vilka yordamida chekich urib chiqamiz. Mana vilka yordamida buni chekichdan urib bo'ldik. Endi biz buni yoniga qo'yib, süzme aralashmasini tayyorlaymiz. Endi biz süzme aralashmasini tayyorlaymiz. Süzme aralashmasini tayyorlaganda süzmemizni bir paket qachiqqa silib, uningga shakarimizni solamiz. Shakarni silib, ikkisini yaxshi aralashtiramiz.
Endi biz bununla qolgan materiallarni solamiz. Tuxumning eqi, eris, kraxmal. Biz bularni yine yaxşı aralashtiramiz. Buna süzmemiz işte taqıraq qoladi keldi. Uşaq mo'nakchilar bo'lsa, uni yo'q qilamiz. Endi buni lesimizning tubiga qo'yamiz. Buni tubiga tashiymiz, hamma yerga tashi qilib. Silkib tashlaymiz. Yenik silkimiz, bak qattiq emas. Endi biz başta ximir yug'aga vaqtimizda olib qo'ygan, to'nglatqich ichiga solib qo'ygan o'g'inimizni, qumalatga kelgan un, sarmay aralashmasini buning tubiga tashib chechib chiqamiz. Hamma yerga tashlaymiz, chunki butun yerga tashi eğilib, süzmesi görünmesi kerak. Qumalat kelgan unimizni mana chechib tayyor bo'ldik. Endi biz buni oldin qizigan 180 graduslik dubkada 40 minut pishiramiz. Pishgan oldin ko'raylik.